Habib energy. Botir chiqqunicha o'rniga qo'yib qo'yaman deb berib yubordim. Qo'ysizchi aka, qanaqa qarz? Yuribsiz-ku kishkangizga povod berib, qotib qolib har kuni nasha chakib. Patsan, nima deyapsan? Ichingni ochib qo'yaman. Hey! Pichog'ingni solib qo'y, qo'lingni kesib olasan. Nima bu ahvol? Men yo'g'imda uyimga qo'shilib yaqinlarim ham o'zgarib ketibdimi? Botir? Sen hali chiqishing kerak emas edi-yu. Nujdada yurganda hamma aytganini qilardi. Onasi kasalligida davolatishga pul kerak deb kim bilan bo'lsa ham tushib ketaverardi bu. Nimaga men yutqizib berishim kerak? Men senga tushasan degan odam bilan tushgansan. Urushasan degan odam bilan urushgansan. Tushunmadim senlarga. Oybini sen ugovorit qildingmi? Nima bo'pti? Mana shu. Menga qara. chaqirib keling, guvohlik. Ular buni yaqamab olinglar. Ha, o'zingga keldingmi? Imillama. Umriy qamoqda chirsin senda qalardi. Tezroq yur. Assalomu alaykum. Mani senga Tolib aka jo'natdi. Senga yaxshi advokat bor. Kamroq yil olasan, faqat chuvalashib ketmasliging uchun o'zimni himoya qildim deb bexosdan o'ldirib qo'ydim deb tan ol. Chiqqaningdan keyin hali sen bilan ko'p ish qilamiz. Nima niyating bo'lsa, hammasini hal qilamiz. Meni niyatim bitta. Menga Botir kerak. Yaxshimisan? Nihoyat chiqdingmi? Ha. Ozodlikka chiqqaningdan xursandman asasi. Rahmat dachka olib kirib vнимание qilib turganlaring uchun. Yur, bu joyga borib ovqatlanaylik, qornim ochib ketdi. Bo'ldi. Qorningdan ochib ketgandir, nima ovqat yeysan? Ko'kchaga hayda. Xo'p. Sani chiqishingga yomg'ir ham yog'vordi, qara. Xuddi bilgandek. Da. Yomg'ir Allohning ne'mati.
Chetik chiqib. Auzubillahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin arrohmanir rohim maliki yawmiddin iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alaihim. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huvallohu ahad Allohus samad lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Ilohim, Allohim onamiz va ularni jannatdan qilgin. Amin. Allohu akbar. Alloh tomonidan ko'p ne'matlar berilgan. Shulardan bittasi ona bo'ladi, Aziz. To'g'ri. Mana buni ol, ishlatib turishingga. Mana bu telefon. Aloqaga chiqishing uchun. Hammasi uchun rahmat. Arzimaydi. Menga o'xshab afsuslanib yurmagin. Onang borliklarida ehtiyot qil. Ko'rishamiz. Xo'p. Ha, qo'lga tushdingmi? Esingdami nima qilganing? Tushunmadimmi? Iye, Nima deb o'ylayapsanlar? o'zingdan Kimligimni ketma. qo'ydilaring shekilli. Kimliging ahamiyati yo'q. O'rtoq Aziz, og'ayni chiqdingmi? Men bilan qara. Nima bo'lyapti? Kimsan o'zi? Mana senga. Bo'ldi. Yetadi. Ketdik. Qo'limga tushasan-ku. Menga qara, bu nima yurish? Men seni tanimayapman. Oldingi Ali qani? Haligi Botirma nima desam bo'ladi? Iflos. Suvga narkotik qo'shib qo'ygan ekan. Nima? Sani kallang joyidami? Bilarding uni qanaqaligini? Mana o'sha isqirt pastava qildi-yu. Botir, menga Aziz zonadan olib chiqamiz. Uylanishiga ham pul bo'ladi degandi. Maraz, seni ham aldabdi-da. Shunaqa. Men uni hali nakazat qilaman. Bilasanmi? Ko'chada hamma uni qidirib yuribdi. Na o'ligi, na tirigi bor. Men uni yeri teydan bo'lsa ham topaman. Halo. Yaxshimisan, Avaz? Yaxshimisan, Aziz? Yaxshi, rahmat. Как раз telefon qilishingni kutib turdim. Nimaga? Bugun bo'y bor. Billa boramiz. Menga bu tema ne интереснее. Menga Botir kerak. Ko'rishib gaplashib olsak bo'ladimi? Bo'ldi, hozir o'taman. Tayyor bo'lib turgan. Bo'pti, ko'rishamiz. Xo'p. Aziz, yaxshimisan o'rtoq? Yaxshi, rahmat. Senga bitta yaxshi taklif bor. Bo'yni yutsang, 70% saniki. Bu tema menga ne интереснее. Menga Botir kerak. Botir bizaga ham kerak. Bratanlar kidatib ketgan. Biza ham qidirib yuribmiz. Bo'pti, hayda ketdik.
payt bilan urushasanmi? 10 minutgaman. Men bu yerga urushgani kelganim yo'q. Sen bilan gaplashgani kelganman. Sen menga botir topib beraman deganding. Botir topgandan keyin telefon qilarsan. Ali? Ali. Ali. Ko'zingni och. Xo'p, og'aynizni davolasa bo'ladi. Faqat uni yonida bo'lishingiz kerak. Mast holatda bo'ladigan bo'lsa, yana o'zini jarohatlashi mumkin. Qoni zaharlangan, ichini yuvishimiz kerak. Nimadan zaharlangan o'zi? Alkogolizm. O'zingiz bilasiz. Bu holat alkogol mahsulotlarini birdaniga ko'p iste'mol qilganidan kelib chiqadi. Xo'p. Mana shu dorilarni olib kelib berishingiz kerak bo'ladi. Topib olib kelib bersangiz, xudo xohlasa 5-10 kunda yaxshi bo'ladi. Xo'p. Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshisiz, xudo xohlasa. Ali, bilasan. Sendan boshqa hech kimim yo'q. Sen davolanishing kerak. Iltimos. Mana bu yoqdan olib ketgan. Bu yoqdan faqat davolanib chiqasan. O'rtoq. Menga bitta butilka aroq tashab ketgan. Men senga va'da beraman. Bu oxirgisi. Sendan boshqa hech kimim yo'q. Bugundan boshlab umuman ichmaysan. Aziz. Shoshmagan. Nimaga ko'rinmaysan? Xabar ham olmading? Chiqqaningni bilmayman-da, muhimi sog' chiqibsan-u. Xabar olsang bo'lardi-yu. Ha, endi bilmayman-da men ham. Bo'pti, hozir shundoq gaplashib olaylik. Bo'pti, o'rtoq. Sog'liqlaring yaxshimi? Qalaysan. Sani qamalib ketganda 5 to'dim chiqibsan-da. Da chiqib oldim. Menga botir kerak, qayerdan topsam bo'ladi. Bilmadim, bratan. Uni ko'pchilik so'rab kelyapti lekin. Anaqa javoq shashlik qo'yvor okaga. Qanaqasidan? Rahmat, keyingi safar yeymiz. Bo'pti. Sog' bo'l. Yaxshi qiz, kech bo'lganda Qoch qahva yo'limdan, tos. tushmayapsanmi? nima gap? Qoch yo'limdan davomman. Tinchlikmi bolalar? Iltimos yordam bering. Menga qara, senga problema kerakmi? Julietta Romeosini topibdi-yu. Bolalar, stop. Aziz aka, yaxshimisiz? Rahmat, tanimadim. Sizni ko'cha janglarida ko'p ko'rganman. O'sha janglarda men ham ishtirok etardim. Bo'l, tanidim. Janglaringizni ko'rganman, yaxshi urishardingiz. Ozgina tushunmovchilik bo'ldi shekilli. Surlaring botdan. Zo'r aka. Ketdik. Yur. Bo'p turadi, og'ayni. Botir ko'rmadingizmi? Yo'q aka, tinchlikmi? Ko'rsangiz mendan salom aytib qo'ying. Bo'ldi aka, ko'rsam salomingizni aytib qo'yaman. Rahmat. Bo'ldi aka. Rahmat sizga yordam berganingiz uchun. Kech bo'lganda nima qilib yuruvdingiz? Ishdan qaytib o'tdim. Bugun kech bo'lib ketdi. Tushunarli. Bu yoqqa o'zingiz yetib olasizmi? Iloji bo'lsa, oxirigacha kuzatib qo'ying. Mayli, yuring, kuzatib qo'yaman.
Ey Aziz, yaxshimisan? Yaxshi, o'zingchi. Yaxshi, rahmat, o'zing chiqibsan-da. Shunaqa. O'zingchi ko'cha janglarida urushib turibsanmi? Yo'q, sen bilan urushgandan keyin yig'ishtirib yubordim. Ha, nima ish qilyapsan? Shu okamni suvlarda City-Water'da ishlayotgandim. Shunaqa. Yaxshi, omadingni bersin. Agar suv kerak bo'lsa, mana bu nomerga telefon qilgin bemalol. Bo'ldi, Nuri, rahmat. Salomat bo'l. Xo'p, sog' bo'l. Ko'rishamiz. O'rtog'im yaxshimi? Ancha yaxshi, irodasi mustahkam ekan. Oldiga kirsam bo'ladimi, doktor? Albatta bo'ladi. Faqat o'zingiz bilasiz, bundan keyin alkogol iste'mol qilish mumkin emas. O'zingiz nazoratga olishingiz kerak. Men unda kirib chiqa qolay. Rahmat, doktor. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'p. Ali? Va, og'ayni, Yaxshimisan? keldingmi? Sog'intirib yubording odamni. Keldim. Sendan boshqa kim oldiga borardim, og'ayni? Qiyomatli og'aynim senda. Boringga shukr. Ko'rinishi ancha yaxshi. Ertaga javob berishar ekan. Bu yog'iga odamga o'xshab yasha. Kim uchun yashay, o'rtoq? Bilasan, hech kimim yo'q. Yaxshi ko'rgan qizing bo'lardi, nima uylanmading? Ota-onasi-yu yetim deb berishmadi. Lekin sen bilarding uni qanchalik yaxshi ko'rishimni. Nima aybim ota-onam yo'qligidami? Bizni baxtli bo'lishga haqqimiz yo'qmi, o'rtoq? O'zingni bos. Hali hayot oldinda, hammasiga erishamiz. Yoningda men borman-ku. Boringga shukr, o'rtoq. Yaxshimisan, chempion? Kirsa bo'ladimi? Balki kirg'izarsan. Kiraver. Qalaysan? Yaxshi, o'tir. Aziz brat, Botirni hech qayerdan topa olmayapmiz. Qidirmagan joyimizda qolmadi. To'g'risi. Mana buni senga okalarimizni berib yuborishdi. Sabab? Addushi brat, yaxshi kuningga minasan. Bu gaping bilan nima demoqchisan? Bizaga qo'shil. Sendagi dasturning bola bizaga kerak. Botir o'rniga deb hisoblaymiz. Kelishdik. Biror joyga boramizmi? Yo'q, rahmat. Nega? Bilmadim, hozir kerak bo'ladimi, yo'qmi? Bo'lmasa ertaga telefon qilaman, ko'rishamiz. Zalga chiqish kerak aka. Formadan chiqib To'g'ri. ketyapti odam. Shug'ullanmasak bo'lmaydi. Zalga kelsanglar, hozir как раз abonementlar bor. Tushundim. Bormoqchi bo'lib turuvdik o'zi. Ya Aziz, 1 minutga mumkinmi? Bolalar, sizlar boravering. Bo'pti aka, gaplashamiz. Yaxshimisan? Rahmat, tinchlikmi? 1 minutga mumkinmi? Chetga o'taylik. Bo'ldi. Botir haqida yangiligim bor.